Ha, nima bo'ldi? Nimaga ishlamading desa, aka, ertalab soat 10 dan 6 gacha ekan. Uka, mana. 10:30 bo'lyapti, ko'rasana, 10:30 bo'lyapti. Men endi chiqaman, mana. Sen ko'rsan, mana. Ishdan men endi chiqaman, uka. Sen nima deyapsan? Qanaqa energiya? 2007, 2008, 2010-yilgi bolalarda qanaqa qilib energiya qolmagan bo'lishi mumkin? Men hayron qolman-da shu narsaga. Nima deganingiz bu? Ertaga salla, ertaga mammas, ertaga salla ota-onangni boqasanlar. Salla adem bilan oyingni hojiga, umraga salla jo'natasanlar. Mammas yoki men kechqurungi 10 gacha ishlayotganim bu o'zim uchun-da, bu salla uchun emas. Tushunasizlarmi? Ertaga sizlarni farzandinglar adi, mana bu narsani olmoqchiman, olib bera olasizmi? Pulimiz yetadimi degan savol bo'lish kerak emas. Bolalar, ko'zinglarni kattaroq ochinglar. Bu hayot. Hech kim kelib sizlarga, "Men mashinani kaliti senga" yoki "Men uyi kaliti seni ota-onangga xursand qil, men umraga bilet" demaydi hech kim. Mana halol peshana terringlar bilan topasizlar, ana o'shanda bo'ladi hamma narsa. Yana chiqib olasizlar-da, bo'lmayapti, ishlarim o'xshamayapti, hali zo'r bo'lib ketmaydi. Hali zo'r bo'lib ketmaydi. Qachon zo'r bo'lib ketadi? Ishlab, peshana teri bilan harakat qilsanglar, ana o'shanda zo'r bo'lib ketadi inshaalloh.